ikkinchi marta ujul streamda ularni yuzi ikkinchi marta ochilyapti. Chat. Mana uni ko'ringlar, chat. Bir xil nik yozib oladi. 100% team upda 100%. Reytingda top 1da turgan komanda bilan tushib qoldik. Buni ikkinchi komandasi bor. O'zani hisobga olib o'ynaymiz. Ular boshlab. Nuklari borda. Bittasi qochib ketdi, bittasi. Qolganlarini men qo'ydim. O'zani komandasi 100%. O'sha nima 4 kishi kelib turibdi, tashlamiz. Ya g'azani so'raychidan kaptan o'tdi-yu. Qo'y yo'q bilan nechtaning qo'yib olganman. Qarang, kemp, sразу qaradi kemp, onangiz sizga. Yalanlik bir xil kerakmi? Nik keltirib o'tirganlik. Mana uni ko'ringlar, chat. Bir xil nik yozib oladi. 100% team upda 100%. Jalba bosib qo'yinglar. 40 plyuslab olmaydi. Gandonlar zayba qo'yar. Bir-birini nok berib o'tiribdi. Mana Nogiron, o'ynashni bilmaydi. Просто 3 ta komanda birga o'ynayapti. Jalab 3 ta komanda ham olib tushadimi? 3 ta ko'p turdi. Daxoy komandasi azon o'lib ketdi. Bitta komandasini yopdik. Reytingda top 1da turgan komanda bilan tushib qoldik. Bularga avvalam team up qilyapti deb video chiqargandim. Avvalgi videoga ko'pchilik ishonmagan yoki tushunarsiz bo'lgan bo'lsa, bu videoda Yalni bilinib qoldi, Nagli teamitsa qilayotgani bilinib qoldi. Avvalginiki Torpedo edi. Hozirginiki o'zgargan. Bular klassikada ham top 1da turibdi. Agar klassikada ham xuddi shunaqa ko'targan deyapti. Klassikada ham agar haqqoniy ko'targanda klassikada ham hozir o'zbeklar turardi, ultimateda ham reytingda top 1da o'zbeklar turardi. Og'alar, bularga chora ko'rmasak bo'lmaydi. Jalba tashab banga tiqmasak, bular mana shunaqa g'irrom yo'llari bilan top 1da olib ketib qolaveradi. Biz mehnat qilib, yo'qda shuncha harakat qilib natija qilmoqchi bo'lganimiz bir tiyin bo'lib qolaveradi.